Nima keldi bu yoqqa o'zi? Chorvoqda maxluq paydo bo'ldi deyishyapti. O'shani tagiga yetgani keldi. Tagiga yetsa yetaveramiz, lekin mana bu maskani nima taqib oldingiz? Bu maxfiy topshiriq ochiq yuz bilan qilinmaydi. Yorug' yuz bilan qaytishim kerak yoqqa, ketdi. Operatsiya boshlandi. Meni harakatim Behruz nima gap? Turkmaniston yaxshi keldinglar? Asoschilardan biri You are not just a customer. You are our perfect partner. Nima buni yopishtirding? Bu narsani aytsam seni yo'q qilishimga to'g'ri keladi. Bo'ldi, aytma, bo'pti, ketdik. Mana bitta olay, bitta. Keyin zaharlangan bo'lishi mumkin. Sen yemoqchisan-ku. Menda immunitet shakllangan. Zaharni qayta ishlab chiqaraman. Hurmatli mehmonlar, iltimos xotirjamlikni saqlang. Kichik texnik nosozliklar uchun uzr so'raymiz. Iltimos, o'z joylaringizda qoling. Nima bo'lyapti? Men qo'rqaman. Nima qilman? Hammasi nazoratim ostida. O'zim ishga kirishaman. Hey, maxluqni topdingmi? Ha. Maxluq mana shu avtomobil ekan. Haval H7. Qanaqa ekan bu? Ikki xil versiyada chiqqan ekan. Birinchisi benzinli, bittasi Haval tarixida birinchi marta gibrid versiyasi. Bundan tashqari dvigatellari benzin variantlisi 2 turbo, gibrid variantlisi 1.5 turbo. Ikkita elektromotori bor ekan. Elektr yurish zaxirasi 110 km, umumiy yurish zaxirasi 1200 km gacha ekan. Narxi 399 million 900 ming so'mdan 479 million 900 ming so'mgacha ekan. tushundingmi? Da, tushundim. Behruz nima gap? Ha, shu yerdaman. Sen yonimda yurmay, hamma tanib qolyapti men. Nima aybdor qilyapsan? Bunaqa figura O'zbekistonda faqat bitta, seni Luboy odam taniydi.